Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Agar oldingi videolarimizni kim ko'rgan bo'lsa, mazkur qo'ylarimiz vodiydan kelgan, Toshkent viloyati Nurafshon shahriga. Bularga birinchi kelgan vaqtida oksiprol antibiotikidan foydalanganmiz. Ya'ni transportirovka jarayonida bularda yuqori nafas yo'llarida shamollash kuzatilgan. Bundan 5 kun oldin bularga oksiprol qilganmiz. Video davomida aytib o'tganmizki, agar yana mabodo zarurat bo'lsa, ya'ni qo'ylarimizda burun shamollashlari kuzatilsa, yana takror qilamiz deb aytganmiz. Aynan o'sha qo'ylarning o'ziga. Lekin oksiprol antibiotikini bu yerda ishlashini 100% ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana birorta bir qo'yimizda yo'tal yoki burun oqishlari kuzatilgani yo'q. Ya'ni bitta antibiotik bir marta qilinganda o'z kuchini ko'rsatdi. O'tgan videomizda va'da qilganimizdek, davomiy, ya'ni xo'jalikka kelgandan boshlab to bularni o'sha kuz, qish, bahor mavsumlarida nima ishlarni amalga oshirish kerak shu to'g'risida so'z yuritamiz deb aytganmiz. Va'daga muvofiq mana navbatdagi bularga profilaktik jarayonlarni ko'rsatishda davom etamiz. Mana hozirgi navbatdagi qilinadigan ish bularga Alvet suspenziya. Mazkur dori vositasi albendazol tarkibli qaymoq dori deydi mahalliy tilda. Suspenziyali dorilarning ichida eng yetakchisi hisoblanadi. Sababi bu doriga maxsus o'sha xushbo'ylantiruvchi moddalar qo'shilganligi hisobiga bunda achchiqlik darajasi yo'q. Ya'ni hayvonlar iste'mol qilganda qaytarib qusib tashlashlari yoki bo'lmasa buni ichgandan keyin noxush holatlar, ya'ni ishtaha yo'qolib qolish holatlari kuzatilmaydi. Bu vositasini berilish tartibi og'iz orqali och qoringa e'tibor beradigan bo'lsak, mana hozir ertalabki o'tlari, yemlari solinmagan, qo'ylar och holatda turibdi. Dori vositasini 10 kilo trivesga 1 millilitr hisobida ichiramiz. Ya'ni mazkur qo'ylarimizga o'rtacha 8 millilitrdan ichiramiz og'iz orqali, hamda buni ichirganimizdan keyin 1 soatdan keyin o't solish tavsiya qilinadi. Suv ham berilmaydi, o't ham solinmaydi 1 soatgacha dorini ichirgandan keyin. Dori vositasini ichirganimizdan keyin o'rtacha 3 yoki 5 kun o'tkazdirib, bularga ichki aralash parazitlarga qarshi Brovermectin ukolidan foydalanamiz. Buni navbatdagi videolarda ko'rsatib o'tamiz. Hozir bu dori vositasini aralni qay tartibda ichirishni ko'rsatib o'tamiz. Mazkur dori vositasini ichirilish tartibi bu 10 millilitrli shpris. Ya'ni buni faqat shprisidan foydalanamiz biz, hamda dori vositasidan e'tibor bersak, bu upakovkada, qadoqda buni oz miqdorda aralashtirib olish tavsiya qilinadi. Endi bu o'zi aslida cho'kma hosil qilmaydi, lekin har ehtimolga qarshi suspenziyaligini, bir xilligini ta'minlash maqsadida buni aralashtirib olamiz. Dori vositasini ochganimizda mazkur dori vositasini agar e'tibor beradigan bo'lsak, qadog'iga o'zini zaklopka deydi, ya'ni o'sha pechat ochilgandan keyin ustida maxsus qadog'i bo'ladi. Maxsus qadog'ini olamizda, hamda buni 8 millilitrdan qo'ylarga og'iz orqali yuboramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Alvet suspenziyasini 8 millilitr miqdorda tortdik. Qo'ylarga dori ichirishni eng oson usullaridan biri, ko'pchilikka ma'lum, qo'yni oldi tarafida hamda orqa tarafida tishi bo'ladi. Biz oddiy bosh barmog'imiz bilan, ya'ni chap qo'limizni bosh barmog'i bilan tilni bosamizda, hamda yonbosh tarafidan dorini kirgizib, tartibda qo'yimizga dorini ichirib yuboramiz. Xuddi shu tartibda hamma qo'yimizga ichirib chiqamiz, hamda shu 3-5 kun o'tkazdirib, bularga tashqi parazitlarga qarshi Brovermectin dori vositasidan foydalanamiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshi, eng sifatlisini beramiz. Salomat bo'linglar.